Hurmatli kuzatuvchilar, Rustam akamning yordam puli olish masalasi o'zlarini oldi chiqmin turgandan gap qisqasi yordam puli yozilgan davlatimiz tomonidan. Shunda o'zlarini oldi chiqmin ish qilib kelinglarning nomini atashab, yana sho'ralamiz, rahmat shu ukamizga berganlar, lekin o'zi modim uchun chiqmaydi deb xafa bo'lib yuradilar. Hozir yana ZAKSga keldik. ZAKSga kelib oilalarini shu o'zlarining nomi chiqadan aytib, xudo xolasa endi ZAKSdan doğurladik dedilar. Vafotga yo'namas to'g'risida ayollarning o'tgan to'g'risidan hujjat ikkala bo'lsa ikkala ekanlarmiz. Keyin joylari masalalari bo'yicha qarzdorliklari yo'q ekan. Yerdan to'lagan ekanlanmasini endi bir ikki oylara xudo xolasa joylarning hujjatlari ham chiqadi dedilar. Hammasini girib chiqib bir yandan Rustam akam bilan bir Qazarsa keldik hujjatlar bo'yicha. Ne deysiz bulara? Bular ish olib borishini isik hozirgi yoshlari. Bulara uzoq ömürlüğüne yurtsamaz tinç olsam, hem o işlere oğlandan gelsin bana. İşi hayırlı saat işlerinde Allah'tan şulara sağlık dileğine yurtsamaz tinç olsun. Gep tinçlik olsa, kuda kalasa, uylanan niyetler, hemmesi niyetine yeter bana. Yurtsamaz rahmet şulara, prezidentimize rahmet. Şu içeri bize şirayette oturup, işini ayrım oğul kızın etmeyen, ferzatı etmeyen yakışıkları bizlere yakışık ettirdi. O zaman ömür uzak olsun ona. Baktığımızda halkın baktığına sağ selamet olsun. Ömür uzak olsun. Prezidentimizin. Tamam. Rahmet.